Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hozir men qulqimga narsani taqaymi deb unutib qoptiman. Mening ismim Tug'luq Xami, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Hozir dahshat yomg'ir yog'yotidi. Bu yerda bir tut daraxt bor ekan, shu daraxtning tagiga keldim. Yo'l mang'uvchilarga deb biz to'g'ri niyatda ish qilsak, Xudo mana shu daraxtni bir kunlarda mening beshimga panoh uchunga mana shu yerga o'rlashtiribdi. Mening dadam bo'lsa Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. İli Oblastlik Telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Mening opam bo'lsa Sadat Pavdin 1956-yili 8-oyning 21-kuni İli Fandiyan, ya'ni burunqi qatnashdan nimaga chiqqan, pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni İli Oblastlik bexatarlik saqchilar tarafidan tutib qochib ketilib, turmadagi Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan keyin og'zaki sot ichib, bularni kesib etib, dadamni Kunastik turmaga, opamni Bayandaydik turmaga ochiqib atgan. Ovoz yaxshi chiqatamda bo'z tegiz qo'ysanglar. Ochiqib atgan. Undan keyin bo'lsa, meningki bularningki kesilib ketishniki tut sabab bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyaga chiqib, o'qishga chiqib, panohlik tilab kelib qolganligim, ikkinchidan bo'lsa, ota-onamningki qonun ota-onamningki Turkiyaga kelib men bilan ko'rishganligi. Mening opam dadam Xitoy hukumatiga taqatgan qonunli pasportning kayniga Turkiyaningki shikatli sayohat vizasini urg'izib, undan keyin qonunli kelgan. Undan keyin ketirgan chaqdimmi bir kun burun viza to'shishdan burun chiqatgan. Undan keyin mening bu yerdagi shaxsiy uchurlarimningki bo'pti, Xitoy hukumatiga savol. Xitoy hukumati sen meningki panohlik telegramni qanday bilding? Bu bir. Ikkinchi, mening panohlik telegramni faqat ko'chmanlar idorasi bilishi kerak. Bu ikki. Ko'chmanlar idorasining ichida yo sening odaming bor, yoki Shvetsiyada sening odaming bor. Bu ikkinchi turlik. Demak, bu yerda ketgan chaqda 2016-yili yozda oqaqidan birisi 10 ning pasportini elib bir oyliklar Qozog'istondan kelgan. G'uljilik. Ularning tarixini surishtirib kelsak, u yerda jurnalist bo'lgan, bu yerda uni buni qilgan dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisining gapi bo'yicha fikam jurnalistga 2 xil bo'ldi. Birisi hukumat ishlaydi, yana birisi matbuot ishlaydi deydi. Har xil shunda adabiyot o'qituvchisi bo'ldi, ya'ni bu tema to'xtalmayman. Bu shu ishkisi ketgandan keyin mening oilamga ig'ir titi Chinjonga kelmagan davrda rejim bo'ldi. Yana birisi bo'lsa, meningdan 4-5 yosh cho'ng bir g'uljilik o'zbek oilasidan bo'lgan bir bola. Bularni ota-onasi bu yerga akab qo'ygan. Hatto buning akillari buningga chivug'i doir narsalarni qilib, Ili oblastdan buningga qog'ozdan chiqarib berib, tutish buyruq narsalarni chiqarib, bular shu shunchalik ruxsat elish tez vaqtida kelib, mishada hukumatni aldab, yag'an uchurlar bilan ko'chmanlar idorasidan pasportini elib, undan keyin borgandan keyin Norvegiya, Shvetsiya, Germaniyadagi bir qancha oilaliklarni bo'pma meninkini bakarak setib o'tgan. Chunki meningki buning bilan azroq problemim bor. Erkak bo'lsang men bilan birga bir maydonga chiqib mushlashanmagandan keyin mening ota-onamni sen buni so'rab kirding. Men seninki jaddi jamoatingni Yangoyatdagi, Amerikadagi, Avstraliya, Adelaydagi, Norvegiyadagi shaltiqni chiqarib etaman seninki. Bular mushundaq mehnat. Bularningki uydagilarningki butun jaddi jamoatningki hammasining uydagi chelak tunglari Uyg'ur ili xalqiningki qiyni bilan qip-qizil to'shib ketgan. Kinishkisi va jasuslar debdi-ku. Ash maymaqdis ko'zlar olg'ay ketgan, ash mashundaq likangshib yuradi. Odam setib, aksimi degan ne ash Sibiy so'z sarayidagi Ilyos Hajimlar, ne o'qatchi bolalar, Almatodagi ne isil bolalarni shunchalik qilib o'tgan. Oxir kelib Xudoninki rahmati bilan sen mening qo'limga tushding. Bu mushtaqda kelgan chaqda men nomer chiqmaydigan telefon bilan 20 kecha ishlayotgan chaqda uxlanmabdi-ku bu. Adam iliqi uxlamaydi-da, adam satqanniki qonni ko'rib. Telefon qilsam, men bir telefonda nomer chiqmaydiganini qilsam-ku deydi. Ikkimiz urushib qolgandik. Shuningga nomer chiqirganini qilsam, mening nomerimni ko'rsam olmaydi ekansiz aka deb chiroyli buni jo'latdim. Shuning bilan bu qopab Aşağıda fikam ben demesammi baradigan odamlar berib sening ishingni deb qo'pti-ku deb bu yerda yan bir oylikka otyotdi bu. Shuning bilan qo'pib menki gaqimidim. Anondan keyin qanday bo'ldi desam, "Voy fikam gaqima, sening rasmingdagi anchantingning ichida liqdir anchanjinin sening rasming Mavzdonning rasmini qo'ydigan ya yo'q edi." Alhamdulillah, rahmat. Anchanjinin ichida ashunchalik mening rasmim bo'lsa, Mavzdonning o'rnini egallabdi. İnqilab qilibdik, bilibdi hukumat, qadr qimmatimiz borka, setibsa, xashlabsa, bu shu odam mana 2-3 qitim bir yilning ichida shu Qozog'iston, Moskva, Norvegiyada mushlar kirib chiqdi. Nimishga desanglar, savol nimishga? Birinchisi
Buni Shvetsiya hukumati bu dalillar bilan mikrofon berganchalik sen Xitoy borsang bo'lmaydi desa, buni mashadagi yana bir cho'ng'ara qo'lchilik bor. Uning dadisi Ili oblastniki munofiq imom bo'lgan siyosiy kengashniki. Hamma odam satgan. Qing'irchi ketgan mushtaq maymoq dasab. Nag vas uchur egallab turdi. Kurash ko'saningmi o'ltirilishlariga jiq sababchi bo'lgan. Vaqirab chaqirib yerim kishlar telefonlar yurgan og'ir. Başındaq ishlar. Ya buningga bu yo'lni ko'rsatgan bu. Hamda uningga u yana bir g'uljilikqa uni ko'rsatgan odamni men bilaman. Uning bilaman. Ashunda bular berib, mushundaq ishlar qilgandan keyin menga oilamga zarba keldi. Men cho'qim buni xalqqa anglitishim kerak. Isbot hamma narsa, hatto o'ziningki borgan chaqda, ya fikam sening qilgan ishing ozma va deb menga o'ngan bor telefonda. Ya balla Shvetsiya kelib, sening qilgan ishing ozmi deb menga o'ngyotdi. Ila paysolar kirib qolsa, gaqlar fikam ha. Gaqlar bizdamdiq ya sendamsa. Ota men nima ish qildim deb qilgan ishing ozma va bular gaqlar degan o'xshash. Naq saqchininki shpion. Senda ashninki nimasi bor. Ondan keyin qopab Shvetsiya davlatiningki pasportini ilib, bu Shvetsiyalik berib, shu Ili oblastlik hukumatga pora berib, misha kelib chiqibdi. Bu to'g'risida menga ashta degan ovozliq nimlari bor. Bu Shvetsiya davlatining pasportini ilib, Xitoy hukumatiga pora berib, bu yoqqa qaytib kelgan bo'lsa, buni cho'qim men bir kuni qo'llab chiqaman. Men iltimos qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayiningki bayonotchisi Dilshod Rashid apandimga menda mushta material bor. Ko'tirib chiqayli, mani aka men mushtaq ziyonkashlik qildi desam, sapoga apirpa bexatarlik idorasiga dedi. Albatta, u yerga apirib berma, ammo cho'qim bular qanchalik vaqt ish qildi, bular asti qildi. Siz qo'lingizda matbuot borki, buni bir ko'tirib chiqayli desam, unimidingiz nima ishkin Dilshod Rashid apandim. Men buni tegishliga berib atdim. O'zimga kopiyan nusxasini ib qolmadim, men va mening do'stlarimga berib atdim. Hamda men bu temaga kirgim yo'q. Mashunda. Undan keyin bo'lsa, ma'vu akamiz işte yordam berma deb mening hisiyatimdan foydalanib, işte xotinning uylarini, buni qilg'izib, oxirida meni aldab ketdi. Meni aldab ketmadi, o'zi qo'liga o'g'riga o'zi chiqib ketdi. Men sizga deb qo'yay, apandim, siz dedingiz menga telefonda var vaqirab, ikkimiz bir men muxbirlarni yig'ib olish nimasini achay, ikkimiz men bir tarix bo'lib bakmagan shivsat qilib baqayli dedingiz, bir qiling aka. İkincisi, men akşam aş ovoz yana qaytan oldim. Menga Germaniyadagi Ablimir men uchunki jinin beralaydi, kelib vaqtdan satkasin tang'in qilib ketalaydi debsiz. Siz haqni qarang. O'tqishdaman, o'zingizning qo'ng'indagi po'xula o'zingiz tozalang. Agar sotga chiqadigan yoki qonun organlariga borsak, odamning ismi chiqib qoldi, bu yerda sizga bo'ladi. Tushundingiz? Haqqimi bo'ldi, haqning oilasi bor, sizga oilangiz bayram bo'lib qoladi. Namus qilmaydigan. Ayada haq chiqdi. Ondan keyin Amerikadagi Zubayra xonim, siz bu haqningki ba'zi bir narsalarni tashkilotdagi ba'zi odamlarga avatmang. Amerikadagi ishlar Amerikada qilib qolsin. Bu to'g'risida menda ashchaqda menda to'liq ilib olgan narsalar bor, qarang. Siz bu yer kimga bir narsa yutkayotsiz, kimga avatyapsiz, sizning xo'jangiz kim, uni obdan bilaman. Sen bilan yiliqi bu yerdagi birisi telefon qilib debsa, men bir yak vaqt deb qo'ydim, bir berib ko'rishga ovoz. Jinim, aka, shu ovozni sen chiqira bo'ldi. Kela, men bo'ynimga olaman ishaga. Xudoning haqqida olaman. Xudoning haqqida sening ovozingni qo'yaman. Tang chiqdi. Hammasi o'zing o'rgatgan narsalar. Sen meni ashnanga desam, akib qisa ishdan tartibda chichidi deb qoldingmi? Men chishmayman hayotda. Men chishmag'ashqa 9 yillarga to'g'ri. Aqasangda yaratmaysa, bu paraxut tazlagan, paraxut ishlagan deb. Herhalde berib Xitoyningki qachisin jug'andan, juda proshligini qilgandan paraxut o'sim ishlagan, o'zingiz yaratmay deb ketirgansa. Hokiz yashidim, halol mehnatlashdim, shunga chiqib gom so'zlayman men yerda. Üçüncüsü, Uyghur sotu to'g'risida Angliyadagi. To'lqin apandim, tuni anglasam 900 ming yevroga yaqin pulni yig'imiz degan gaplarni WhatsAppda angladim. Bugun Mirzat Yo'lbos degan akamizni chiqarib qo'yibdi. Bu nimaga ishlatsa sizdan bergan, dedim bergan pul yetmayapti. Ya bir jo'ngdan qayda pul kesilib ketgan bo'lsa, xalqdan chiqib qamdayotamsiz ya o'zinglarni.
Nimaga shiltsa shuncha bola necha odam bor edi, bu shahid tirik shahidlardan nechasi bor edi, nechasi aeroplan berdi. 200 ming yevro ketamda. Qarindoshlar, bu sotninki mishalman bir akimizlar araq ichib o'tirib, shu to'g'risida bir paranglashqa, bu sot emas, bu bir epizod. Bunda desam, meni Xitoyninki adimi ma qarlayotdi, Xitoylar o'xshash gapatdi deydi. Ahli so'zishimiz kerak. Solih Xudoyorninki mana vallahi mana haqiqiy sot. Uyg'ur erkak qirg'inchiligininki tirik mana haqiqiy isbotlarni bersanglar, avu sud haqiqiy sud. Bu Angliyada degan pensiyaga chiqqan zastatullar, sudchilar, advokatlar bunda bir naynanay oxirsini ko'rdik-ku rasmlarni hiliqi London ansambeldagilar naqshi yetib tutachilib shuning uchun sud degan ashta bulamda Uyg'ur xalqi degan qirilib ketpardi. Qirilib ketpardi Uyg'ur xalqi. Numus qilishmay ekansa 400 ming yevroni nima ishitsa ochma-changiz keylar. Sen mustaqillik davosini sen haqiqiy qiladigan bo'lsang, biz xalq inedidan pul olmagansan, biz sana yig'ib beratdik. Xalqning ishonchidan qilishdan qaysan. Sen xalqdan qo'rqib qolmayman, mana o teshig'i chiqayotganlaring bor-ku, qurultaydagi parat yo'rinqash, To'lqin Aysa, Ro'shan Abbas, vahalla pahalla, Abbas Mabbas olamsa, qanat olamsa, qirmg'ab qo'ymayman, sen xalq bor-ku. Sahnada o'ynayotganlaring, kayningda turib ventangni bo'shatadigan, chingitadiganlaringning ana bak. Tushundingmi? Jon shunga patdi. Men ota-onam irqiy qirg'inchilikka uchirdi. Sen haqda yordam so'rasam 1 yil, 1,5 yil meni xo'jayining oldi. Bo'zaq qildi. So'zlayman. Patmada chiqdi. Sarangdamsa, o'ngdamsa, pishni qo'rdamsa, meni hammasi biladi. Vay vicdansizlar, ey! Govangaylar lo yo'qan baş nim bo'lib ketdi ishkisi. Adokin hamma urishsa jidal chiqdi. Xudoyim besh govangayning poq chiqsin. Govangay bo'yicha cho'ng odam emas, u pulimiz o'ziga Xitoy kartasi sapirib chiqarib, Cumhuriyetçiler Partiyasining ichiga solgan bir xalqni Cumhuriyetçiler Partiyasini cho'ktirib etib, yana bir partiyani qilib, shu o'ynaydiganlar Xitoylar bilan birga. Qolgan bir josus u. Uning keyindagi eng yomoni fushi. Buni tutiladi, atgan bu uni so'rab chiqdi Xitoyning qindi bor. Ammo ham o'zining mas'uliyatidan qochib kim avarchiqni xohlaydi. Fushi chiqqandan keyin anandagi bir-birlab chiqdi. Chiqa? Rasmlaring turibdi-ku hammaninki. Shuningga Uyg'ur birlashmasining raisimi deb ketdi. Nima Altaymi, nima qilishini bilmay beshish chiqib, pul, ilm berim ishlar bor-da, o'zlari biladi, shandonliq akslar o'ynaganlar. Sen haq tüzük iş qilgan bo'lsang, Uyg'ur bugunga qolmadi. Sen haq davoni suiiste'mol qilmagan bo'lsang, sen haq davoni monopol qilib, texi yetim volat, o degan yetimning yetimi uni sarang deb o'ylaydi ekan uni deb. Sen haq ashta qilib qo'ygan shu jamoatchilikni elvelib. Uyg'ur erkak qirg'inchilik uchratdi. Mening ota-onam shu erkak qirg'inchilikning bir parchasi bo'ldi. Xitoy dunyoga virus taqatdi. Javobini berish kerak. Nurg'unlagan begunoh odamlar o'lib ketdi. Nurg'unlagan begunoh qarindoshlarimiz o'lib ketdi. Shu. Ammo işte temalar chiqib tursin. İşte temalar chiqib tursin. Pat chiqib so'zlab turayman. Kechki opamdan damnikini qilsam, o'tkini erkinchilikni so'zlatmayishib ko'r. Endi men Uyg'ur sotqizig'atgan so'zlar. Voy Uyg'ur sotniki va qo'y, meniki nima chaqiryapti, men seni qilib bermayo, o'tgan opamdan TV'ga chiqdi ko'rish. Voy menga beshimni qitmaya. Bo'pti, qarindoshlar, xudoga omonat, men yomg'ir bak yig'ib ketdi. Mening vaqtim to'shib qoldi. Bo'pti unda bo'lsa.